Selamünaleyküm. Bugün xonadonimizda Xudo xolasa shunday chiroyli to'y mebellarni sunib ketib berdik. Tuymasi bo'ladi. Yana hojasi shkabi. Shkabi 350 bo'ladi. 3,5 metre 220 bo'ladi balandligi. Bu spandisi. Spandisi ham o'ta chiroyli. Bunday sofralar ham bo'ladi. Matraslar ham yaxshi matras. O'ta bir zo'r bo'lib ishlangan, kraskalar ham yaldirab chiqqan. Mana seyflari. Kiyimlardan bu yana. Bu tarafı polkasi bo'ladi. Bu yana polka. Bu yana beshetka kiyimlardan. Tabii chiroyli bo'lib chiqdi mebelimiz. Bu ikkinchi mebelimiz bo'ladi. Hozir xonadonimizda. Bu ikkinchisi bu 6 eshik varianti bo'ladi. Ya'ni 2,5 metr bo'yi 220 bo'ladi. Bu spandisi. Mana oldinda uy sofrasi bo'ladi. Tabii chiroyli ishlangan. To'mchkasi bilan boshlar bir xil bo'lib chiqqan. Basa tuymasi. Shuni üstüne olib keladigan mebellar, fabrikni bo'lib, sifatli bo'lib ishlangan kraskalar.